Amerika Kasbiy basketbol birlashmasi NBA cho'lpini Enes Kanter Washingtonda Uyg'urlar bilan bir safda namoyishga qatnashdi. Enes Kanter yuzlagan Uyg'ur, Tibet va Hong Konglik faoliyatchilarning hamkorligida Amerika Davlat Majlisi binosi oldida yig'ilish o'tkazib, Xitoyning Uyg'ur majburiy emgigini to'xtatishga, Amerika Davlat Majlisini bo'lsa Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonunini ma'qullashga chaqirdi. U Amerika doiralarini amaliy harakat qo'llanishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Amerika istixborot organlari tomonidan e'lon qilingan va Xitoy virusining tajribaxonadan eqib ketgan bo'lishi mumkinligini o'tirg'a qo'yilgan dokladini ishonchli va ilmiy emas deb inkor qildi. Amerika istixborot organlarining shanba kuni e'lon qilgan yangilangan dokladida Xitoy virusining tajribaxonadan eqib chiqib, insonlarga yuqumlashiga boshlagan bo'lishi mumkinligini o'tirg'a qo'yilgan. Lekin dokladda bu masaladagi aniq haqiqatni aniq bekitgili bo'lmaydiganligini ta'kidlangan. Xitoyning g'arbiy shimolidagi Yangsha Xuizu avtonom rayoni Xitoy virusining tarqalishini cheklash uchun taqilgan maktablarning doirasini kengaytdi. Rayonlik ma'arif tarmoqlarining bildirishicha, o'lka markazi Yinchuan bilan birga Shizuishan, Wuzhong va Zhongwei qatorliq shaharlardagi yaslilar, boshlang'ich va o'rta maktablar, kasbiy maktablar va maktab sirtidagi ma'arif markazlariga yuzturani o'qishni to'xtatib, to'rg'a ko'chish haqida buyruq tushirilgan. Albaniya bosh ministri Edi Rama Buyuk Albaniyaning mumkinligini bildirdi. Albaniya bosh ministri Rama agar Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmasa, Kosovo bilan Albaniyaning birlashish mumkinligining texmi yuqori bo'ladiganligini aytdi. Albaniya bosh ministri Rama Germaniya taratqullarining ziyoratini qabul qilganda Yevropa ittifoqining G'arbiy Balqon siyosati to'g'risidagi savollarga javob berdi. Bloomberg to'plagan sonliq ma'lumotga qaraganda, bayram bo'lish girdobig'i berib qolgan qarzlarni to'lashda qiynalmayotgan Xitoy shirkatlarining noyabrda yerlik pul va dollar qarzi 2 milliard dollardan oshib ketgan. Amerikadagi eng chong aviatsiya shirkatlarining biri bo'lgan Amerika aviatsiya shirkati havo rayining nacharligi va xizmatchilarining kamchiligi sababidan juma kunidan boshlab taxminan 2000 navbatchi aeroplani amaldan qoldirganligini e'lon qildi. Dünya rahbarlari Birleşken Devletler Teşkilatı klimat boshliqlar yig'iniga qatnashib, klimat o'zgarishining eng nachar ta'sirini azaytishning yo'llari ustida izlanish uchun Shotlandiyaning Glasgow shahrida jam bo'ldi.